Qadrli kitap anlash topidagi do'stlar, Ulug'bek xazinasi 2 qism 14-mavzuni o'qishni boshlaymiz. Qo'linglar kitobda bo'lsin. Yig'lashni yeni boshladingizmi Mevlana? 3 oy bo'ldi. Ko'zimizdan kecha kunduz yosh qurimayotdi. Buningdan nima foyda oldingiz? Ali qushchi qo'lini qovushtirgunicha muzdek tamg'a yo'linib o'tiradi. Qarang'i uyning bir burjugidan Mevlana Muhiddinning yig'i aralash titragan ovozi anglatdi. Agar gapimga kirgan bo'lsangiz, foydasi bo'lib qoladi. Afsuski, sizning gapingizga kirolmayman. Buni sizga 100 qatim dedim. Jahillik qilyapsiz. Bu jahilligingiz bilan o'zingizni emas, kaminadek bir ojiz bechoranimi bu cehennemge tirik kömekçisiz. Qarang'uda yig'i ovozi eshitildi. Mislsiz mung ve qayg'uga to'lgan bu zil ovozdan Ali qushchining yuragi mujilib, qo'li bilan quloqlarini to'sib oldi va ko'zini ching yumdi. Mana 2 oydan oshdi. Ahvol ana shundoq. Kecha kunduz yig'i nola ta'na. Ali qushchi beshiga kelgan bu falokatlarga, ya'ni ochliqqa, sovuqqa, nafsini boqqidek sesiq puroqqa, qurut qo'ng'izlarning hujumiga, qisqasi hammaga bardoshlik berishga tayyor tursinmi, bu ovoz yetim bolaninkidek bu mungluq yig'a uni cheksiz qiynaydi va azoblaydi. O Mevlana'nın yig'isini dastlabki qatim anglaganda o'zimni ko'z yoshi tutolmay to'lg'angan edi. Mevlana'ni xuddi kichik bolani bezdigandek bezlidi. Savr taqat qilishga undab, yelinib yalvurdi va uzundan uzun nasihat qildi. Lekin Mevlana bu nasihatlarga ko'nmay, ko'z yoshini buloqdek oqqizib nola qilaverdi. Demisimi, Mevlana'nın ahvoli tas edi. O zindonga tashlangan dastlabki kunlardala xeli og'ir yetib qolgan edi. Kechalari o'tda qizib, yomon tushlarni ko'rib, un silib yig'ilganicha uyg'onib ketadi. Ko'ziga bir narsalar ko'rinib, qorong'i bo'lunga tiqilib oladi va bir nimalarni deb pichirlaydi. Shundoq chaqlarda Ali qushchi uning aqlidan ezib qolishidan yoki o'lib qolishidan qo'rqib vahimaga tushib qoladi. Go'yo uning shu holatga tushib qolishida o'zi ayblikdek. Kechalari kirib qoqmay qiynalib chiqadi. Shundaqla ishidagi sirni oshkorlamaydiganligini va bu sirni oshkorlashga haqqi yo'qligini bilib, ikki tosh orasida yonchiladi. O Mevlana Muhiddinga qo'lidan kelganicha yordam berishga, uni qutuldirib qilishga urinadi. Kelgan tomoqning ko'p qismini uningga beradi. Kechalari chapinini uningga yepib qo'yib, o'zi tong otqucha tor uyni aylanib chiqadi. O endi faqat shundoq chaqirladila. Ya'ni Mevlana Muhiddin uxlab qilib, o'zi bo'lsa sovuqdan tishlari jaqildab, tar qamoqxonani aylanib yurgan chaqlardila aram olalaydigan bo'lib qoldi. Ana shundoq uyqusiz tunlarning birida uning xiyoliga g'alita bir fikr keldi. Keyingi yillarda Ali qushchi cho'ng hajmdagi bir risolani yozishga kirishgan edi. Uning Risale-i der Felakiyat deb atalgan bu asri koinot ilmining eng murakkab masalalariga bag'ishlangan edi. O Risalening muqaddimasini, to'g'risi muqaddimaning birinchi qismini tehi amdila yezib tugatgan edi. Handisa ilmining asoslariga bag'ishlangan bu qismida Ali qushchi nuqta, siziq, tuz va agri siziq, sunuq siziq, kesme ve çember düşünceler üstünde tafsili to'xtalgan bo'lsa-mu, tabiatga doir ikkinchi qismini tehi boshlayolmagan edi. Kechisi Mevlana Muhiddinning ko'zi uyquga borganda
Soğuk öyünü asta aylanıp yürgen Ali Kuşçu'nun xiyaliga to'satdan shu risolani yezib bitirib etish fikri keldi. Biroq qog'oz qalam bo'lmagan sharoitda koinot ilmidagi chigish masalalarini yeyishib berish qiyin edi. Lekin ne chora? Qog'oz qalam yo'q deb ömrünü bekor o'tkazibdi. Bir amal qilish kerak, albatta. O risola to'g'risida qayta o'ylanib, bu ishning o'z ko'ngliga ko'p aram beralaydiganligini his qildi. O tar uyni aylanib, falak ilmining murakkab qonuniyatlari to'g'risida muloyiza yurgizganda, o'zining qamoqda yotganligini butunlay esidan chiqarib tashlaydi. Ko'nglidagi hamma tashvish, hamma g'am andishi yo'qab, hatto qalbidagi cho'nqur dard alam ve anısı Tilla Bibi toğrısındaki oylarmı xiyaladan götürüledi. Bugün mu Mevlana Muhiddin mecilip ketkendek bulup qamoqxona jimib qilishi bilan Ali Qushchi yana shu suyumlik risolasi ustida o'ylandi. Biroq o fikrini markazlashtirib, texi amdala 4 omil, ya'ni ot, havo, suv ve tuproqdan tarkib topgan moddalar ustida bosh qotirishga kirishishi bilan Mevlana Muhiddin uyg'onib ketib, yana yig'lashga boshladi. Shu sababdan uning nolisi bugun uni boshqa vaqtlardagidan qattiqroq xafa qildi. Bu qandoq degan gap? Bilimlik odam turuqliq hayotlikni cho'nqur tushunmasa, sabr taqat qilolmasa, dedi Ali Qushchi kuyinib. Bu Riyaziyat ilmida başqa olimlarni besib tushiradigan mashhur olim Mevlana Muhiddin Hazretlarining qiladigan qiliqimi? Parvardigori olam. Beshimga qandoq savdolarni solsang sog'inki, bu bandangdek beqaror va irodasiz qilib qo'ymag'aysa. Qarangu qamoqxonaning bir bo'lag'ida Mevlana Muhiddinning zil titrek ovozi anglandi. Parvardigor, bu cahillikten emdi nima payda? Bu kupur kitaplar emdi kimga kerak bo'lur? Ali Qushchining yuragiga xuddi bigiz sanchilgandek bo'lib titrab ketdi. Nima dedingiz, aziz birodar? Kupur kitaplar. Bu qabih so'zni qilishga yüzünüz qandoq chidaydi, Mevlana Muhiddin? Vijdondan gap ochmang. Şəriyətki xilab kitablarını yezib, günah patqığa patmıqan bolsaq, Allah Taala beşimizga bu külpetlerini salmıqan bulatdı, Mevlana. Ali Qushchi qattiq kuldi. Bu gapni bir g'afil bandidan anglag'an bolsam, ajablanmagan bulatdim. Biroq sizdek yetuk olimning og'zidan bu gapning chiqishi aqlga sig'maydi, Mevlana. Chunki bu azapni siz bilan mening beshimga haq taolo emas. Osiylik qilsam o'zing kechirgaysan, Parvardigor olam. O'z otasi qilich ko'targan bir ota qotili salgan, Mevlana. Tangri taolo lozim va zurur topmagan bo'lsa, bu azobga qolmaydiq. Ali Qushchining asabiylashib titragan lavlariga kinoyalik kulki qo'ndi. Tangri taolo lozim ko'rsa. Bu azobdan bugunlik qutulasiz. İnşallah shundoq bo'lg'ay. Va lekin buning uchun shahzoda bilan qarshilashmay qilgan gunohingizga tövbe qilishingiz kerak. So'zingizda mantiqi yo'q, birodar. Xo'p. Men o shahzoda bilan shu takabbur shayx aytganidek dinsizlar kitoblarini yushirib, shariatga xilof ishlarni qilibdi-man. Va buning jazosini tartib etibdi-man. Biroq sizchi? Siz jannat makon ustozning vasiyatidan yuz o'rib, bu sirni oshkor qildingiz. Kufr kitoblarning yushirilganligiga Qur'onni suyib turib iqror bo'ldingiz. Gapim rostmi? Xo'sh. Gapim haq bo'lsa, nimishqa siz jazoga tortilyapsiz? Tangri taolo nima uchun sizga bu jazoni loyiq ko'rdi?
Pekir, sizning balayınız qaldımda. Yo'q, dedi el o'qishchi hosirab. Siz kaminining balasi qolmadingiz, balki o'z gunohingizning jazosini tortyapsiz. Ol olimlar sardori, hakimi Adil ustoz Mirza Ulug'bekning oxirgi tiligini oyoq osti qilganligingiz uchun Alloh taolo sizga bu intiqomni lozim ko'rgan. Biz zarur topgan. Chunki sözümni bölmegeysiz Mevlana. Çünkü Xudavandi Kerim'nin mümin bendileri bo'lgan danishmanlar yazgan bu nadir kitaplarni yushirish gunoh emas. Aksicha, bu kitaplarni la'nati fitnaxo'rlarga topshirib, yo'q qilib o'tish cho'ng gunohdir Mevlana. Ularda yo'q qilib o'tish niyati yo'q. Ondaq niyeti yo'q bo'lsa, nima uchun ilm ahli yaratgan bu durdonalarni makruh deydi hey Mevlana? Ali qushchining yuragi yerilib ketayotgandek qattiq uftardi. Nima chora? Ustoz Mirza Ulug'bek bu jahonga sig'madi. Ol ulug' olim Mavara Ünnehir osmonida parlab turgan bir sham edi. Bu shamni o'chirgan jahil ulamolarning muddaosi menga ayondir. Ömür tömürning urushlaridan charchab, ustozning davrida erkin nafas olishga muyassar bo'lgan bu sho'r peshoni xalq. Afsuski, yana mustabid shahning changaliga tushib qoldi. Mustabidlar bo'lsa, hargizmi ilm ma'rifatga do'st bo'lolmaydi. Chunki ularning biri o't bo'lsa, biri suv, biri yo'riqlik bo'lsa, biri zulmat Mevlana. Ali qushchining nafsi bo'g'ilib, tomog'ini siladi-da jim bo'lib qoldi. O'ttiridagi jimjitlikni Mevlana Muhiddinning yig'lamsiragan miskin ovozi buzdi. Qandoq qilay, birodarim? Men qandoq qilay? Taqat qiling, birodar. Chunki barliq mustabid shahlarning kuchi qilichli bo'lsa, ilm ahlining iqtidori shuningdiki, ular zulmatdan keyin kun chiqadiganligini biladi. Ayning yerimi qorong'i bo'lsa, yerimi aydin. Faqat bu quyoshni taqat bilan kutish kerak. Chunki taqat qilish qarshilik qilish bilan baravardir Mevlana. Ya Rabbi, mushu azab ishidimi qarshilik qilishni o'ylandigan. Siz faqat jon saqlashni o'ylaysiz, lekin jon saqlash uchun bu iflos ota qotilining oyog'iga yiqilib, ustozning vasiyatiga xiyonat qildingiz-yu, oqibatingiz nima bo'ldi? Yanala kamini bilan bir zindonda yetyapsiz. Agar siz bu yo'ldan qaytgan bo'lsangiz, yo'q, qaytmayman, dedi al-o'qishchi endikib. Ustozning pokiz ruhiga xiyonat qilib, bu nadir xazinani vayron qilgandan ko'ra, faqir bu go'rga tirik ko'milganim yaxshi. Bu aqlsiz zolimlarga bosh egib, naslimiz, avlod va ajdodlarimizning la'natiga qolgandan ko'ra, bu zindonda chirib ketganim yaxshi. Ali qushchi jim bo'lishi bilanla qorong'u bulungda yana Mevlana Muhiddinning titragan ovozi anglandi. Ustoz uchun o'z joningizga qasd qildingiz. Durust. Faqirga rahim qilmadingiz. Bu durust. Lekin onangizga rahim qilsangiz bo'lmasmi? Nima? Bechora ana, uning holi nima bo'layotgandi? Ali qushchi undimidi. Qarang'uda uning qattiq xursinib, cho'ng-cho'ng nafas elishi eshitildi, xolos. Mevlana Muhiddin uning yig'riga tegib, uning sizmi og'rib turgan yarasini shafqatsizlik bilan tatilagan edi. Zindonga tashlangandan buyon Ali qushchining ko'z oldidan shu ko'ngilsiz manzara, ya'ni kutubxonaga to'satdan bostirib kirgan navkarlar va busuqida yiqilib qolgan onasi Tilla bibi nari ketmaydi.
Buni har qatim esligida Ali Qushchining yuragi sirqirab, nima qilishini bilmay qoladi. Bu qatim uning yuragi qattiq echishdi-da, a'zoyi badani bo'shib, yerdagi bo'rga o'ltirib qoldi. Uning yuragi tinimsiz sirqirab, qo'lini ko'ksiga qo'ygunicha uzoq o'ltirdi. Nima uchundir baxtlik balalik davrini, yoz kunlari ota-onasi bilan billa soyibonlik harvada qo'g'in saylisiga chiqqan chog'larini esladi. Shaharning sirtida Abi haram tarafda ularning bog' va qo'g'inliqlari bor edi. Ali Qushchi qo'g'in saylisini bakmi yaxshi ko'radi. Bo'libmi etizliqqa tikilgan qo'mush olchuqlarni, hasaldek shirin qo'g'inlar ko'ngliga tekkanda palak aralab yurib, hamak tepib yeyishni. Kech qurulari shoh shumbola qalanganda uningdan chiqadigan achchiq istaklarni, poyonsiz daladagi ot uloqlarning ovozlarini yoqtiradi va bog'larga ko'chib chiqadigan xushalliq paytlarni qishicha seg'inib kutadi. Qishloqda ularning qarindoshlari va ko'plagan urug' tuqqanlari bor edi. Yuzlari qoqdek qurilib ketgan bo'lsa-mu, tillaridan bal temib turadigan bu mehribon urug' tuqqanlar Alini ko'rganda uning atrofida parvona bo'lib, yuz ko'zlariga suyatdi va biri uchumlab uzum, biri qoq, yana biri yang'oq bilan uning yanchuqlarini toshqizib tashlaydi. Anisi Tilla bibi bo'lsa, buncha bola atvolash va erkiletishlardan ansirab, her kuni kechqurun isiriq silib, uning beshidan aylantiradi. Kechaları bo'lsa, mushtdek tugilib, uning qishida tong otqucha o'ltirib chiqadi. Mehribon ana. O'g'lining balalik chog'larida emas, Ali Qushchi cho'p-cho'ng yigit bo'lib, beyga, yugurish va top musobaqalarga qatnashib yurgan chog'lardimi, Tilla bibi uning arkasından qalmaydi. Ba'zida ehtiyot qil qizim deb varqirg'icha shosh otlarning orasiga kirib ketadi. Anasining bu qiliqlaridan uyalgan Ali Qushchi anasidan undaq qilmaslikni har qancha o'tinib so'rasimi, yelinib yalvursimi, hatto qattiq quruq gap so'zlarni qilib olsimi, Tilla bibi qilcha pisand qilmay, quzam deb varqirg'icha arkasidan yuguraveradi. Ali Qushchining xiyolini yana Mavlana Muhiddinning yig'lamsirag'an ovozi bo'libdi. Ko'nglimizga azor berib qo'ygan bo'lsam kechirgaysiz birodar. Men qanday qilay? Ali Qushchi indamadi. Dal shu chog'da tashqarida tapur-tupur qilgan oyoq tovushlari anglangandek bo'ldi. Ali Qushchi nafsini ichiga tortib, tomga yo'landi. Mavlana Muhiddinmi mishildashdan to'xtab, birdilla jimib qoldi. Tashqaridagi gursildigan qadamlar yaqinlashib, yo'g'on quluplarning sharaqlashi sukunatni buzdi. O'zing saqlag'aysan Parvardigor olam, deb pichirladi Mavlana Muhiddin. Ali Qushchi yanala tomga yo'lanib o'ri turadi. Uning yuragi jig'ildab, oyoqlari titrashga boshlagan edi. Tömür qoplangan yo'g'on eshik asta g'ichirlab ichilib, sham tutgan zindan begi va uning keynida ikki yasovul ko'rindi. Ali Qushchi Shamning g'uva sho'g'lisida Amir Sultan Jandar bilan Alg'ay yasovulni to'nidi. Amir Jandar tashqarida qilib, Alg'ay yasovul zindan begining qo'lidan Shamni olib, ichkariga kirdi. O Shamni beshidan egiz ko'tarib, Mavlana Muhiddin, qanisiz? Deb so'radi. Qamoqxonaning bir burchagida tugilib yotgan Mavlana Muhiddindan sado chiqmadi. O behush yetib qolgandek qiladi. Gachi bo'lib qoldingmi Mavlana? Dedi Alg'ay achchiqlab. Karomatlik shohimning inoyati bilan ozod bo'lding. Tur o'rningdan. Labbay. Mavlana Muhiddin Alg'ayning gapini endi tushungandek aldirab tinab o'rnidan turdi-yu,
yo'riqqa chiqmadi. O qarang'i bulungda paypaslab nimadandir izlaydi. Bir nimalarni deb pichirlaydi. Aqlidan ozgan odamdek o'zini u yoqdan bu yoqqa atatdi. Mevlana chiq zindondan deb varqirdi alag'ay. O qo'lidagi shamni egizroq ko'tarib, tomga yulinib turgan Ali qushchiga qaradi. Ya Rabbi, o'zing shafqat qilg'aysan, dedi Ali qushchi yuragi muzlab. Lekin yasovul unlamadi. O ko'zlarini g'alati o'ynatib bir hijaydida qamoqxonadan chiqib ketdi. To'xtab turgan bo'lsa, gapimni qilib olgan bo'lsam, bu so'g'ib ko'rdi, yana qoldirib ketami meni? Tömür qaplangan yo'g'on eshik asta g'ichirlab yopildi. Koridordan tushib turgan g'uvo nur yo'qab, qamoqxona yana mudhish qorong'ulikqa cho'mdi. Ali qushchining a'zoyi badani bo'shashib, bo'rida tizlandi. Mevlana Mo'ydinga degan bayqi gaplari esiga kelib, kallasida. G'ururim g'olib kelib aytgan bayqi takabburona gaplarim uchun Tangri ato qilgan bir jazo emasmi bu? Degan fikr kechdi. Biroq bir daqiqadan keyinla qalbida yana bayqi isyonkorlik tuyg'usi jo'sh urdi. Vijdon amriga bo'ysungan sadoqatlik bir qo'linga bu jazoni lozim va zarur tepib, ifloslik qilishga tamshalgan o maydonsizga mehr shafqat in'om qilsa, adolat, insof degan nega ketdi? Parvardigori olam, dedi u ichida. Andin peshanasini o'ng'ul do'ng'ul tamg'a yiqib ichirdi. Boshqa tushganni ko'z ko'ra, sabr qil, Ali, sabr. Qadrli qarindoshlar, Ulug'bek g'azinasi 2-qism 14-mavzu tugudi. Ko'ngil qo'yib anglag'aninglar uchun rahmat. 15-mavzuda ko'rishimiz. Aman bo'linglar.